Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar. Mana bugun Jamshid aka bilan ikkovimiz o'rtamizda qismat tortishuv bo'lib qoldi. Men hozir shira yo'q. Hali dala maydonlariga, bug'doy dala maydonlariga shira yetib kelmagan desam, Jamshid akam qo'yarga qo'ymasdan dalaga olib keldi. 20-fevral. Qani ko'ramiz, Jamshid aka bizga shirani zararini ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi? Hurmatli bizlarni kuzatuvchilar, bugun Azizbek bilan katta tortishuv bo'ldi. Ekin maydonlarida shira yo'q deyildi. Hali qish, shiralar hali uyg'onmadi, qishlovdan chiqqani yo'q deb aytgandan keyin, yo'q, qishlovdan chiqib bo'lgan. Bu qish oyi bo'lganligi bilan qishga qaramaydi. Shiralar asosan pagodaga qarab, ob-havoga qarab turib uyg'onadi, qishlovdan chiqadi desam, yo'q, ishonmadi. Mana olib keldik. Hozir bugun hozir olib kelib ko'rsatasiz. Mana siz uchun alohida ko'rsatib qo'yganman. Shiralarni topib qo'yganman. Mana e'tibor berasiz. Shira zarar kunandasi ko'ryapsiz. Undan tashqari yonida yana boshqa turdagi zarar kunanda bor. Bu haqida keyin gaplashamiz. Asosan hozir shira to'g'risida ketyapti. Mana shiralar sekin uyg'onishni boshlagan. Xo'p, Azizbek, sizni e'tiboringizga men shiralar to'g'risida chuqurroq ma'lumot beraman. O'shani bizning obunachilarimizga ham o'zingiz montaj sifatida ko'rsatib o'tib ketasiz. Xo'p, shiralar asosan qachon qishlovdan chiqadi deyiladigan bo'lsa, shiralar asosan o'rtacha sutkalik harorat 5-6 gradus, 7-10 gradus oralig'larida qishlovdan chiqadi. Endi shiralarning ham bir 7-8 xil turi bor. O'shanga qarab turib 5 gradusdan 10 gradus oralig'ida o'rtacha sutkalik haroratlarda qishlovdan chiqadi va ekinlarga sekin-astalik bilan zarar keltirishni boshlaydi. Bu hali ko'payish degani emas. Shiralar misol uchun asosan o'rtacha sutkalik harorat 10-15 gradus oralig'larida sekin-astalik bilan ekinlarga zarar keltirib turib, shu bilan birgalikda shiralar asosan tirik tug'adi. Tirik tuqqandan keyin faqatgina shiralar qishlovga kirib ketayotganda tuxum qo'yib kirib ketadi qishlovga. Tuxumlari qishlovga kirib ketadi. O'zi o'sha yetuk zotlari yo'q, ob-havodan kelib chiqib o'lib ketadi yoki bo'lmasa u ham yashab qoladi. Ana endi bunaqa pagodalarda, bunaqa ob-havolarda shira zarar kunandalari xo'p, faqatgina o'sha qishlovdan chiqqandan keyin oziqlanib o'ziga kuch yiqqandan keyin tirik tug'ib ko'payishni boshlaydi populyatsiyasi. Ana endi shiralar to'g'risida asosiy ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Shiralar misol uchun o'rtacha sutkalik harorat 20 gradus bilan 25 gradus oralig'ida bo'lganda juda kuchli rivojlanadi va ekinlarga salbiy ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Ana endi bunaqa sharoitlarda shira zarar kunandalari etiklik bitta yaxshigina sovuq bo'ladigan bo'lsa, yaxshi zarar ko'radi va o'lib ketish ehtimoli ham baland bo'ladi. Agar mana shu ob-havo sharoiti muntazam ravishda davom etib, iliq ob-havolar keladigan bo'lsa, shira zarar kunandasining populyatsiyasi ko'payib ketadi va ekinlarga zarar yetkazishni boshlaydi. Xo'p, endi shira zarar kunandalariga qanday kurashish choralari haqida aytib o'tamiz. Hozir Jamshid aka bitta savol. Xo'p. Mana hozir shira dala maydonida yo'q desam, haqiqatda borligini isbotladingiz, topib berdingiz. Xo'p, hozir shu ko'rsatgan shiralaringiz qandaydir ekinga zarar keltiryaptimi, keltirmayaptimi? Hozir shu vaziyatda 20-fevral holatiga. Zarar keltiryapti. Qanday zarar keltiryapti? Shiralar asosan ko'payishida qanday qilib ko'payadi degan savol qo'yib olaylik. Birinchi o'chirda shira qishlovdan chiqqandan keyin etiklik ekinlarga zarar keltirib, qanday zarar keltirib, so'rib turib, oziqlanib, keyin tirik tug'ishni boshlaydi. Hozir bu tirik tug'ishi, ko'payishi nimani hisobiga bo'ladi? Ekinni so'rganning hisobiga bo'ladi. Xo'p, ekinni bekordan-bekorga so'rmaydi, o'sha zarar keltirayotganligi uchun siz so'rib, o'sha ko'payishni boshlaydi. Ana endi hozir yana bitta kuzatishimiz davomida avval kurash choralarini to'g'ri yo'lga qo'yib olish kerak bo'ladi. Kurash choralari qanday amalga oshiriladi? Eng avvalo shiralarni bir 4 xil, 5 xil foydali hasharotlar zarar keltirib o'ldiradi. Bu ekin maydonida hozir kirib ko'rganimda oltin ko'zni ko'rdim. Montajda qo'yib yuborasiz. Undan tashqari o'sha xon qizini ko'rdik. Ya'ni bitta ikkita foydali hasharotlarni ko'rdik. O'shalarni montajda qo'yib yuboramiz. Hozir ko'rganlarimizni rasmga olib yoki bo'lmasa videoga olganlarimizni, ulgurganlarimizni montajda qo'yib yuboramiz. Jamshid aka, qora chivinni ham men ko'zim tushdi, katta qora hashaga. Menimcha уже hozir hamma hasharotlar ham chiqishni boshladi deb deyarli mana shu ob-havolarda, mana o'rtacha sutkalik harorat 15 gradusdan 20 gradus oralig'ida bo'layotgan haroratlarda qishlovdan chiqadigan ma'lum turdagi bir qancha 10 xil turdagi zarar kunandalar bor.
o'sha zarar kunandalar qishloqdan chiqadi. Ya'ni ayrimlari bor, asosan qurt ko'rinishidagi, o'sha qo'ng'iz ko'rinishidagi zarar kunandalar bu tuproq temperaturasi 10, 15, 20 gradusga qizigandan keyin tuproqda qishlab qolgandan keyin o'sha tuproq tagidan chiqib keladigan zarar kunandalar bor. Ular hali chiqmagan qishloqda. Hozir asosan o'sha piyavitsa, o'sha zarar kunandasi, shilimshiq qurt, shilli qurt o'sha chiqqan, uni imaga holatidagi qo'ng'izlari chiqqan va shu bilan birgalikda shira zarar kunandasi chiqqan. Xo'p, eng avvalo shira zarar kunandasiga qanday kurash choralari qo'llaniladi? Birinchi navbatda entomofaglar o'rganiladi, foydali hasharotlar o'rganiladi. Foydali hasharotlar o'rganilgandan keyin ekin maydonlarida bo'lsa, foydali hasharotlarni o'ziga qo'yib beriladi. Kimyoviy kurash choralari sepilmaydi yoki bo'lmasa o'sha boshqa kurash choralari qo'llanmaydi. Faqatgina qo'llaniladigan bo'lsa biopreparatlardan, bioinsektisidlardan, mikroorganizmga asoslangan biopreparatlardan foydalaniladi. Xo'p, bularni turini aytib o'tib ketaman. O'sha Bionovatik kompaniyasining Biosili BV va Biosili BT preparatlari bor. Ana o'shalarni sepilsa foydali hasharotlarga zarar yetkazmaydi. Zarar yetkazmagandan keyin ikki tomonlama himoya kurash choralari bo'lib hisoblanadi. Misol uchun entomofaglar foydali hasharotlar va shu bilan birgalikda foydali mikroorganizmlar, bakteriyalar va zamburug'lar shira zarar kunandasini bittasi kasallantirib o'ldiradi, bittasi bo'lsa o'sha unga dushmanlik qilib yeb oziqlanib o'ldiradi. Ana endi kunlarni isishi bilan populyatsiya yuqorilashib ketadi, shiralar ko'payib ketadi. Bu ikkita kurash chorasining kuchi yetmay qolish ehtimoli bor. Ana shu ehtimoli bor bo'lgan paytlarda kimyoviy kurash choralari qo'llaniladi. Hozirgi kunda endi dehqonlar, fermerlar orasida sal muammo bo'ladigan jihatlar bor. Muammo bo'ladigan jihatlar qanday bo'ladi? Misol uchun Atstemiprid asosli, maspilan asosli, maspilan dorilarini sepishganda shira o'lmayapti deyishadi. Yoki bo'lmasa etiklik Nurel sepdim o'lmayapti deyishadi. Bu o'sha bor haqiqat. Buni hamma ko'pchilik dehqonlar ham, shu do'konchilar ham yoki bo'lmasa shu agropreparatlarni olib kelib sotadigan tashkilotlar ham bular bilishadi. Ana endi dorilarni turini o'zgartirish kerak bo'lib qoladi. Xo'p, biz nimani tavsiya qilamiz? Biz Flonic Gold preparatimizni tavsiya qilamiz. Shu bilan birgalikda Talistar Gold preparatlarimizni tavsiya qilsak, shu insektisidlarimizni, insektokaratsidlarni tavsiya qilamiz. Bular samarali himoya qilib beradi mana shu ob-havolarda. Faqat shart bor bu yerda. Hozirgi kunda o'sha biz yog'ayotgan yomg'irlarni, shu bilan birgalikda etiklik ariqlardan, daryolardan, dengizlardan, daryolardan kelayotgan suvlarni, o'sha tog'lardan kelayotgan suvlarni o'lchaganimizda past ko'rsatkichlari neytraldan yuqori bo'lganligi uchun ham dorilar ishlamayapti. O'sha hozirgi kunda o'lchaganlarimizda 7 dan yuqori 8-9 ga qarab ketyapti. Uni montaj davomida qo'yib yuboramiz videolarini. O'sha ishqorli suvlarimiz ishqorli bo'lib kelyapti ekin maydonlariga. O'sha ishqorli suvlarda, misol uchun 7, 8, 9 ga qarab kelayotgan ishqorli suvlarda bu dorilarni qo'shib sepganda ishlamaydi. Shuning uchun avval uni neytral ko'rsatkichga olib tushiriladi suvlarni. Etiklik o'sha 5 dan 6, 6,5 gacha ko'rsatkichlarga olib tushirilgandan so'ng, undan keyin insektisidlarni, kimyoviy kurash choralarini qo'shib turib, keyin ekin maydonlariga sepish tavsiya etiladi. Ana shunda dorilarimiz yaxshi va samarali ishlashi ta'minlab beradi, xudo xolisa. Jamshid aka, foydali maslahatlar uchun rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Mana fermerlarimizga, dehqonlarimizga qo'lingizdan kelgancha foydali maslahatlaringizni berib o'tyapsiz. Xudo xolasa bizni ko'rayotgan fermerlar, dehqonlar, bog'bonlar ham chiroyli layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, o'zini kommentariyalarni qoldirib, yana qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Agarda kim bizani ko'rayotgan kuzatuvchilarda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda faol bo'laveringlar. Biz o'sha izohlarda berilayotgan savollardan kelib chiqib turib ham, misol uchun izohlarda balki muammolar aytilar. O'sha muammolardan kelib chiqib turib ham, misol uchun o'sha yo'nalish bo'yicha, o'sha temalar, o'sha mavzular bo'yicha video ma'lumotlar qilib chiqishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, layklarni ayamaysizlar. Bu biz uchun motivatsiya bo'ladi. Xayr, sog' bo'lasizlar.